Yangi O'zbekistonda Navro'z bu shunchaki bayram emas, balki inson qadrini ulug'lash, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, mehr-oqibat va bag'rikenglikni mustahkamlash timsolidir. G'ijduvon tumanida o'tayotgan Navro'z sayli festivali ham mana shu ezgu g'oyalarni o'zida mujassam etgan holda yurtimizga xos fayzu tarovat, ko'tarinki kayfiyat va chinakam bayramona ruhda davom etmoqda. Ushbu saylda ishtirok etib qaytgan hamkasbimiz mavzuni davom ettiradi. G'ijduvon tumani Qo'rg'on mahallasidagi yoshlar bog'i bugun haqiqiy xalq sayliga aylandi. Bu maskanda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari, ziyolilar, ilmi suygan san'atkorlar hamda turli millat vakillari jam bo'lib, milliy liboslar jilosi, rang-barang madaniyatlar uyg'unligi va mehmondo'stlik an'analari orqali barchaga unutilmas taassurot ulashdi. Festival doirasida rassomchilik san'ati namunalari, milliy kashtachilik buyumlari, hunarmandchilik asarlari keng namoyish etildi. Shu bilan birga sport yo'nalishlari bo'yicha chiqishlar yoshlarimizning shijoati, kuch g'ayrati va sog'lom turmush tarziga intilishini yaqqol ko'rsatdi. Sayl davomida millatlararo totuvlik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhiti yanada mustahkamlandi. Har bir chiqish, har bir ko'rgazma xalqimizning birligi va mushtarak qadriyatlarimizning yorqin ifodasiga aylandi. Xalqimizning kayfiyatlarini qarang, ko'tarinki ruhda hammasi bolajonlarni qarang, qizboshlarimizni qarang. Boshlarida do'ppi, sochlari o'rilgan, o'smalarni qo'yib, hattoki biz o'sha yoshligimizda o'ynagan o'sha qadriyatlarimiz unutilmagan holda do'ptosh o'yinlari, shaxmat, shashka o'yinlari, kitobxonlik, qizlarimizni, o'sha yoshlarimizni zardozlik deysizmi, o'sha ishlab chiqarish deysizmi, hamma soha vakillarini, hunarmandchilik vakillarini hammasini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Bugun bayram shunaqangi mana shu G'ijduvonni xalqini samimiyligini, beg'uborligini, yuzlaridagi tabassum bilan, chiroyli kayfiyatlar bilan o'tkazayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Ilohim mana shunday jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin. G'ijduvondagi Navro'z sayli bu yangi O'zbekistonning yangilanish ruhi, xalqimizning birdamligi va ezgulikka bo'lgan intilishining amaliy ifodasidir. Ushbu ayyom qalblarga quvonch, xonadonlarga baraka, yurtimizga esa tinchlik va ravnaq olib kirdi. Bunday tadbirlarning o'tkazilishi avvalo yoshlarimizga yana bir bor qadriyatlarimizni yana bir bor eslatsa va ikkinchidan mana xalqimizning sevimli san'atkorlari kelishi arafasida mana hozir ular xalqimiz bilan kutib olyapti, juda katta tantana bo'lyapti. Bunday tadbirlar albatta xalqimizga yarashadi, zeroki Navro'z olamning shiori ham shunda. Navro'zni ulug'lamoq insonni ulug'lashdir. Tadbirda so'z olgan targ'ibotchilar jamiyati a'zolari yangi O'zbekistonda Navro'z shunchaki bayram emas, balki inson qadrini ulug'lash, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, mehr-oqibat va bag'rikenglikni mustahkamlash timsoli ekanligini ta'kidlab o'tishdi. G'ijduvon tumanida o'tkazilgan Navro'z sayli festivali ana shu ezgu g'oyalarni o'zida mujassam etib, yurtimizga xos fayzu tarovat, ko'tarinki kayfiyat va chinakam bayramona ruhda o'tdi.